Elektr tokida shunday vaziyat bor. Uyingizda zazirlikni qilgan bo'lsangiz ham, elektr shtingizda uzoq avtomatda turgan bo'lsa ham, sizni tok ursam bular umuman himoya qila olmaydi. Hozir mana shu stendda shuni ko'rsataman va bundan o'zimizni, ayniqsa yosh bolalarni qanday himoya qilsak bo'ladi, shuni tushuntirib ketaman. Mana bu yerga ulangan simimiz, bu temircha ataylab dielektrik perchatini qo'ydim. Stol ustiga kuchlanish paydo bo'lmasligi uchun uzoq avtomati bu lampochka odam o'rnida. Shu misolda ko'ramiz hozir. Qisqacha tok urishi nimaligini tushuntirsam, tok urishi bu bizni tanamizdan tokni oqib o'tishi. Mana shu narsalarni oldini olish uchun zazimlini va uzoqlardan foydalanamiz. Aytaylik, ko'chada, ish joyingizda, uyingizda o'zingizni ishingizni qilib yuribsiz. Xo'p, oyog'ingiz yerda, qo'lingiz bexosdan faza simiga tegib ketdi. Mana shu vaqtda uzoq avtomati darhol o'chiradi, sizni tok urishini oldini olish uchun. Yana o'sha vaziyat, yerda yuribmiz, qo'limiz kabelga tegdi. Ko'rishimiz mumkin, lampochka yonmayapti, tok urmayapti va uzoq ham tashlamayapti. Bu shunday vaziyatlar bo'ladi-ku, qo'lim simga tegib ketdi, xudo asradi tok urmadi deymiz-ku, bu o'sha holat. Turgan joyingiz quruq bo'lishi mumkin, tok o'tkazmaydigan kiygan oyoq kiyimiz tok o'tkazmaydi, izolyatsiyasi yaxshi, shu uchun tok oqib o'tmaydi. Sizni qo'lingiz tegsam urmaydi. Nam joy bo'lsa, oyog'ingizda hech narsa bo'lmasa, beton ustiga, temir ustiga turgan bo'lsangiz, tok uradi. Mana shu vaziyatda uzoq himoya qiladi. Ana endi mana aytgan vaziyat. Xudo xohlamasdan ham fazadan, ham noldan birdaniga tegsangiz, bu vaziyatda sizni uzoq avtomati qutqarmaydi. Tok uraveradi, sizga bir gap bo'ladi, uzoq buni bilmaydi. Uzoq buni sezib o'chirishi uchun sizni oyog'ingizdan yerga tok oqib o'tirish kerak. Oyog'ingiz bo'lishi mumkin, yo qo'lingiz bo'lishi mumkin. Mana shu vaziyatda yerga tok o'tayotgan bo'lsa, yer orqali biladi uzoq avtomati, ha, tok o'tishga bo'lyapti deb o'chiradi. Agar ajralib turgan bo'lsa, sizga uzoq avtomati yordam bermaydi. Mana shunaqa vaziyatlardan o'zimizni qanday himoya qilamiz? Albatta, rozetkalarga mana bunaqa zaglushkalarni tiqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ayniqsa uyimizda yosh bolalar bo'lsa, sho'xroq bo'lsa, birdaniga ham fazaga ham nolga sim yoki mix tiqsa, tok urib, mana bu himoya qurilmalarining ishlamaslik ehtimoli yuqori bo'ladi. Undan tashqari o'zimiz ham nimadir ish qilsak, albatta tokni o'chirish kerak bo'ladi. Uyimda mana shunaqa himoya qurilmalari bor deb ishonmasdan. Bu videoni qilishimdan maqsad, bular hammasi inson tomonidan o'ylab topilgan himoya qurilmasi. Be'tibor bo'lmaylik. Elektr toki xatoni kechirmaydi. Undan tashqari bir gap bor, o'zini asraganni Xudo ham asraydi.